Короче, мне 17 лет, и я владелец этой новой kvartirы. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Tabriklasanglar bo'ladi. 33 yoshimda men ham kamgina gelga soda, uksiz mana tuzli sof, suvli sof, shunday jig'in kamgina geldi. Ko'p balay qilib yasadim deb ixtiro qildim deb yerimga bir emas 90 marta aytdim borki, shunday jig'in mana ki narsalar joltillagandan joltillaydi. Shunday jig'in ko'piradi deb o'zi ham o'zimni bir maqtagandan maqtadim. O'zim maqtamasam itam maqtamaydi-da meni. Alamlarim kelib mana videolarda ko'rib, bolamdan 10 yosh katta mana qizlar chichib o'tirgan qizlar bittasi uy olibdi, bittasi mashina olibdi. Men yerimda uyga kelib mana bir emas 3 ta bolam tug'ib, hali shu uyga normal joylashilganim yo'q-da. Sal bir bala bo'lsa ketib qolishimni his qilib turaman-da. Bu qizlarning enalar qanday chig'in duq bilan katta qilgan. Men hayronlar qolyapman, qanday chig'in ovqat bergan ekan bularga. Shunday chig'in hayron qolib. Yeshakda ishlayapman-da, hozir yeshagim menchalik ishlamaydi. Tinimsiz tug'ayapman, lekin na bir uyim bor, na bir mashinam bor. Sizlar ham shunday chig'in ishlaysizmi? Faqat men shu ishlayapmanmi?